Modaline dükanımızda Modaline dükanımızda katta yoshdagi ayollara mo'ljallangan ko'ylaklarni ko'rsatib o'tacakman. Masalan, shu ko'ylakimizni oladigan bo'lsak, velvet materialidan dvoyka, ustida shuning pidjaki, ichida yeng uzun ko'ylakka bor. Dükanımızdagi bu qatorimiz 200 mingdan 300 minggacha bo'lgan ko'ylaklar bor. Keyingi ko'ylakimiz shuning pilsrovka ko'ylaki, ustidan pidjaki bor. Bu yandım xo'shrab turadi. Qora, korичневый, shuning bej ranglaridan bor. Keyin bu dvoykani ko'ylakimiz. Bular xalat, standart, shuning sportivniy variantda ishlangan kapishonkali. Buni korичневый, temno-siniy, qora ranglaridan bor. Bu xalatimiz kisalatib ishlangan, materiali bambuk. Shuning chetlarini uzor qo'yib ishlangandan xo'shrab turadi. 220 ming so'mdan turibdi. Buni temno ko'k rangi, keyin shuning qora rangidan bor. Bu variant ko'ylakimiz ham katta yoshdagi ayollarimiz ham yarashtiradi. Balshmerka razmerlari ham bor. Buni shuning qizil varianti ham bor. Materiali qalin material, yenglar rezinka etib ishlangan, xo'shrab turadi. Buni boshqacharoq buni rasvetkasi ham bor. Bu ham xuddi shuning materiali kisalatib ishlangan, yenglar rezinkali. Bu ko'ylaklarimiz narxi 217 ming so'mdan chiqqan. Keyin buni rasvetkadagisi ham bor. Bu ham xo'shrab turadi. Buni varianti ham zo'r turadi. Bular narxi 202 ming so'mdan. Bo'ylari uzun. Keyin velur materialidan shuning plastik xalatimiz ham bor. Bu ham chiroyli turadi. Buni qora, keyin shuning korичневый ranglari bor, kapishonkali variant. Yosh qizlarimiz uchun ham, katta yoshdagi ayollarimiz uchun ham yarashadi. Buni rasvetkasi bor. Plashovka qo'yib ishlangan, yenglar rezinkali, albatta bemali variant. Buni ham qora, korичневый ranglari bor. Keyin bu dvoykamiz ham zo'r turadi. Bular velvet materiali. Ustida shuning nasi bor, panchos desak ham bo'ladi. Keyin buni rozli, seri, korичневый ranglari bor. Narxi 304 ming so'mdan. Keyin shuning xalatlarimiz bor. Shuning uzor qo'yib ishlangan. Yenglari uzun, bo'yi ham uzun turadi. Narxi 240 ming so'mdan chiqqan, razmerlari bor. Bu faqat qora rangda kelgan. Keyin buning bazaviy ko'ylaklarimiz bor. Bular vyaziniy materiali. Xo'shrab turadi, uzun bo'lib turadi. Narxi 235 mingdan chiqqan. Buni qora, bardoy, shuning temno oranjiy, seri, bej ranglari bor. Yenglari uzun, hijobli ayollarimizdan bemalol to'g'ri keladi. Keyin shuning ichidan pilsrovka ko'ylaki, velvet, keyin vyaziniy jaketi bor. Xo'shrab turadi bu dvoykamiz ham. Buni ikki xil rangi bor, ochiqroq bej va temno bej ranglari bor. Keyin shuning variant xalatimiz ham bor, sportivniy xalatimiz, materiali qalin, narxi 240 ming so'mdan. Buni temno-siniy, bardoy ranglari bor. Narxi 240 ming so'mdan. Keyin shuning Allo brendi emblemasi tushirilgan shuning dvoykamiz bor. Atrezli, ichida shuning sportivniy shtoni bor. Kisali, rezinkali, xo'shrab turadi, kapishonkali. Keyin xuddi shuning namizni turk modeli bor. Bu turk modeli ham xo'shrab turadi. Bular ham zamoqli, pasanda shuning kiloti bor.